39 köy canım tuqqalla. Tötünü kiyip, qosqanını rarus toyg'izab, chiqitalisdi ekan. Mushu inimning o'zi 20 yosh kepti. İgilik tiklash uchun mushu Majillung malatanxonasini echibdi ekan. 39 ko'ylallam to'tidan qo'saq to'yg'izab chiqitalayotgan mushunda faoliyatni o'rlashtiribdi. 4-ayning 5, 6, 7 faqat 3 kunlam ekan. 100 necha xil materialni o'zanglar qachiga olsa ekan. Ma ustam o'zi tayyor qilib chiqib bitgan. Mishada 39 kg 1 kilo maqma. Mayli malatan insanlımı şu 4 tane mifenni ko'ngil qilmoqchi ekan, 4 tane zimajanni ko'ngil qilmoqchi ekan. Mush filmga mehirlik yurganini bir qo'ygan tuqqanlarimiz olib qolsa, 4 tane suni yana ko'ngil qilmoqchi ekan maqma zo'r tuqqanlar. Bu shu malatan yisingiz menda qisqa. Agar shango yetmi deb qolib qolsangiz, menda shangoning o'zi yana shu 39 ko'y 1 kilo chiqdi. 4 tane su, 4 tane zimajan, 4 tane mifen ko'ngil so'g'isi ekan. Xotan shaharchi Diyanchon Qizilchiroqdan mushu Shaviy tarafga minishda Gujangyan shovchi deb ayni Gujangyan shovchiniki dal Paris tarafda mushu Majillung malatanxonasi deb Amiz Prosenchon tuqqanlar rahmat.